Tomoshabinlar, biz bugun jamoamiz bilan Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetiga tashrif buyurdik. Bu yerda davlat xizmatida xotin-qizlar faollik, tenglik, muvaffaqiyat nomli tadbir suhbati bo'lib o'tadi. Taraqqiyot va ta'lim loyihasi siz bilan bizni kuzatishda davom eting. Bugungi suhbatga tashrif buyurgan aziz ustozimiz Maryamxon Yo'ldoshovna. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Ustoz, sizga ayrim savollarimiz bor. Bugungi suhbatdan asosiy ko'zlangan maqsad nimalardan iborat? Albatta har bir tadbir maqsad bilan qilinadi. Biz Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi, bu prezident huzuridagi agentlik, kadrlar siyosatini yurituvchi yagona organ hisoblanadi. Maqsadimiz mana shu bitiruvchi qizlarga, barcha oliy ta'lim muassasalarini bitiruvchi qizlariga va bitiruvchi yigitlarga ham mana shu davlat xizmatiga kirish tartibi, davlat xizmatini jozibadorligi haqida seminar treninglar o'tkazishdan maqsad edi. Bugungi o'tkazgan seminarimizdan biz juda ham xursand bo'lib, juda katta taassurotlar bilan ketmoqdamiz. Sababi qizlarning o'sha davlat xizmatiga kirishga ishtiyoqi borligi, ularni maqsad sari intilayotganligi, nafaqat biz O'zbekiston ichida, balki xorijiy tajribaga qiziqayotganligi, til bilish darajasi va juda o'zlari uchun kerakli motivatsiya oldi deb hisoblayman. Bugungi suhbatdan asosiy ko'zlangan maqsad va natijalar nimalardan iborat? Endi mana yuqorida ta'kidlab o'tishganidek, bugungi suhbatdan asosiy maqsad bugungi kunda mamlakatimizda davlat xizmatida amalga oshirilayotgan islohotlar va yoshlarga ko'rsatilayotgan yengilliklar haqida yosh qizlarimiz va talabalarimizga mana shu ma'lumotlarni yetkazish, oliy ta'lim muassasalarini bitiruvchilarni va mana shu ta'lim olayotgan talabalar o'rtasida amalga davlat boshqaruvida olib borilayotgan islohotlar haqida targ'ibotlarni amalga oshirishdan iborat edi. Judayam men xursand bo'lgan va e'tirof etishim kerak bo'lgan narsa, men pedagogika universitetini mana shu talabalarni judayam faolliklari, o'zlarini qiziqtirgan savollari bilan judayam qiziqib, ishtiyoq bilan ishtirok etganlarini alohida e'tirof etib o'tmoqchiman. Bu nafaqat manfaatli bo'ldi talabalarimiz uchun va shaxsan o'zim uchun ham judayam samimiy suhbat bo'ldi. Bugungi suhbatdan so'ng talaba qizlardagi o'zgarishlar, ya'ni o'quv jarayonidagi, ish faoliyatidagi ahamiyati va kelajakda ulardan kutilayotgan natijalar nimalardan iborat? Bugungi suhbatimiz mana Davlat xizmatlarini rivojlantirish agentligi, Davlat boshqaruv akademiyasi va mahalliy hokimiyatdan bir qancha rahbarlar tashrif buyurishdi va aynan shu rahbarlarimizni bizni faol o'qituvchi lider ayollarimiz hamda lider qizlarimiz ishtirokida tashkil etildi. Va bu suhbatdan asosiy maqsad shuni ko'rsatadiki, aynan bugun qizlarni jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lishi va boshqaruv lavozimlarida xotin-qizlarning rolini kengaytirishdan iborat. Bu bilan aynan bizni universitetimizni bitirgan iqtidorli, bilimli kadrlarimiz, ya'ni talabalarimiz kelajak boshqaruvchi, kelajak kasbdagi boshqaruv uchun yetarlicha bilimlarga ega bo'lishdi deb o'ylayman, chunki ma'ruzachilar tomonidan judayam bugungi dolzarb muammolar ochiqlandi, ya'ni argus platformasidan qanday foydalanish, bo'sh ish o'rinlariga qanday arizalar topshirish va albatta davlat xizmatiga qo'yilgan talablar va qanday holatlarda bu davlat xizmatiga qabul qilinishi to'g'risida qizlarimizga qisqacha va aniq qilib ma'lumotlar berib borildi. O'ylayman, bu ma'lumotlardan qizlarimiz to'g'ri foydalanishadi va kelajakda karyera uchun, o'zlarini kasbiy faoliyatdagi o'rinlariga to'g'ri yo'lga qo'yish uchun albatta bu ma'lumotlardan foydalanishadi degan umiddamiz.